dunyo reytingida 194-o'rinda turuvchi Angliya universiteti Toshkentda bor desam ishonasizmi? E'tibor markazimizda British Management University. Videoni oxirigacha ko'ring, bu universitet haqida batafsil bilib olasiz. Bu oliygoh ham Buyuk Britaniya diplomini taklif qiladigan o'qishlardan biridir. Lekin meni ajablantirgan joyi Foundation sertifikati QS reytingida 194-o'rinda turadigan University of Reading tomonidan beriladi. Bakalavr esa Queen Margaret University tarafidan boshqariladi. Ya'ni o'quv qo'llanmalari, dars soatlari, imtihon savollari, assignment hammasi ushbu Buyuk Britaniya universiteti tomonidan nazorat qilinadi. Chunki 4 yildan so'ng aynan shu universitet diplomlari beriladi. Bu transkript va diplomlar Buyuk Britaniya universitetlariga o'tadi. Biz buni tajribada ko'rdik. Yo'nalishlarga keladigan bo'lsak, deyarli hammasi biznes yo'nalishlar va orasida menga eng qiziq tuyulgani bu logistika bo'ldi. Chunki hozir O'zbekistonda eng ko'p pul oborot qilayotgan kasblardan bittasidir. Universitet kampusi yap-yangi. Lokatsiyani hisobga olmasak, kampus menimcha ideal darajada. Talaba uchun kerak bo'ladigan zamonaviy kutubxona, darsxonalari, sport uchun shart-sharoitlar hammasini ko'rdim. Aslida chet elda deyarli katta kampusi bor universitetlar hammasi shahar markazidan chetroqda joylashgan. Bu universitet menga yoqqan yana bir tarafi, universitet veb-saytida diplom va litsenziyalarni ommaga oshkora holda qo'yilgan ekan. Singapurskiy institutining veb-saytini qaraganimda shu ahvolida. Lekin Bumuni veb-saytida ayrim ma'lumotlar ingliz tilida, ayrimlari rus tilida ekan. Menimcha bu butunlay ingliz tilida yoki rus tilida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Yoki why not Uzbek? Yana eng qiziq joylardan bittasi bu universitetda grantlar yoki chegirmalar bor ekan. Eng qiziq joylardan yana bittasi bu universitet narx-navolari veb-saytda hammasi yozib qo'yilgan ekan. Qo'shimchasiga chegirmalar yoki qanaqadir grantlar ham mavjud ekan. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashib qo'ying. Yana qaysi universitetni obzor qilib berishimni xohlaysiz? Kommentda yozib keting.